Go'rkov qayta ketmon solar, ammo 5 daqiqa o'tar o'tmas ilonlar atrofida paydo bo'la boshlardi. Go'rkov qabrdan chiqib, ketmonni otib yubordi. Qorong'u tushishiga oz qoldi, ammo marhumni qabrga qo'yish kerak-ku. Qabr qazigani boshqalar tushishdi-yu, dod deya ortiga qaytib chiqishdi. Marhumni o'g'illari zudlik bilan ilmli qora akani oldiga borishdi. Otangiz tiriklik chog'ida nima bilan shug'ullangan? Otam ziqna, ishiga puxta edi. Oxirgi paytda foizga pul beradigan bo'lgandi, dedi o'g'il. Marhum Asqar otani o'tmishiga bir nazar solaylik. Asqar ota kolxozni ishongan buldozerchisi edi. Ayni Mirzacho'lga odam yuborilgan yillar jo'rasi Nurali ota bilan yangi yer ochishga kamarbastalardan biri bo'lib shaylanishdi. Biyday dalada ikki jo'ra faqat tunda ishlashar va kunduzlari vagonda jon saqlashardi. Shunday kunlarning birida Asqar otani buldozeri nimagadir tiqilib yurmay qoldi. Tushib qarasa, qandaydir temir sandiq ekan. Asqar ota sandiqni tortib olib qarasa, ichi to'la tilla tanga-yu javohirlar ekan. Jo'rasi Nurali oltinlarni davlatga topshiramiz deb turib oldi. Ammo Asqarning niyati buzilgandi. U tunda uxlab yotgan jo'rasini orqa miyasiga tesha sopi bilan urdi. Nurali o'lmadi, ammo bir umrga gapira olmaydigan bo'lib qoldi. Do'stini jinnixonaga yuborgan Asqar tillalarni uyiga olib kelib berkitdi. Asqar tillalarni qishlog'iga olib kelib, iskovich it topolmaydigan qilib ko'mib tashladi. Bu paytda u ikki qizning otasi edi. Oradan yillar o'tib farzandlari 10 ta bo'ldi. Ularga yangi ust-bosh olib bermas, metrli mato olib kelib, xotini o'g'il va qizlarga chitbozdan kiyim tikib berishardi. O'zi ham eski etigini tagini qayta yamatib kiyar, ro'zg'orga ham pishiq bo'lib, oylab go'sh olmas, ammo o'zi shahar markaziga borib kabobxo'rlikni kanda qilmasdi. Onda sonda Asqarning darvozasi oldida devona sifat Nurali paydo bo'lib qolar, qo'liga ilingan narsani darvozaga uloqtirar va og'zidan so'laga oqib g'uldirardi-yu, nima deganini hech kim anglamasdi. Asqardan Nurali jo'ranga nima bo'lgan o'zi deb so'raganlarga jinchalib ketgan derdi surbetlarcha. Asqar shuncha tillasi bo'lsa-da uy joyini tiklamas, odamlar shubhalanishini istamasdi. Asqarning vodiylik Rasul qimorboz va Karim bangi degan ulfatlari bo'lib, ular bilan faqat xonobodda ko'rishardi va tillalarni pullab qaytardi. Asqar otaning xurmacha qiliqlari kelin bechoralarni ham, kasalmand bo'lib qolgan kampirni ham joniga tekkandi. Kunlarning birida Asqar ota kimnidir janozasidan qaytayotganida yana ro'parasidan Nurali devona chiqdi. Qo'lidagi toshni Asqarga otdi. Tosh Asqarning peshonasini yorib yubordi. Qon oqib uyga kirib keldi. Lekin Asqarning pul deyishlari hakal o'g'otgan nafs tiyilay demasdi. Gektarlab yer olar, sholi ektirar, 10 ta damasni arendaga berib qo'ygan. Asqar shoferlarni ham zulukday xonini so'rardi. Oxirgi paytlarda yangi hunar topdi. Asqar foizga pul bera boshladi. O'g'illari nima yetmayapti dada desalar quvlab soldi. Asqar qarib kuchdan qoldi-yu, ammo pul berganlarni qarg'ishiga ham qolib ketdi. Asqarni o'lish ham qiyin bo'ldi. Qo'llarini goh og'ziga solar, goh ko'zlari bilan nimadir imlar, lekin tildan qolgan otani nima demoqchiligini hech kim tushunmasdi. Ota 15 kun xirillab yotdi. Oxiri bu och ko'z va xasis Asqarni joni uzildi. Qabristonda to'plangan jamoa kelgan imomning og'ziga qarashdi. Eski qabrni ochinglar, shu yerga qo'yamiz, dedi imom. Eski qabr ochilib, suyaklar terib olindi. Asqarning mayitini qo'ygani na o'g'illar, na boshqalarni yuragida bermadi. Asqarni qabrga qo'yishni qoraka zimmasiga oldi va qabrga tushishi bilan qabr devorlarini teshib, bilakday, katta qozonday kallasi katta ilonlar ko'rina boshladi. Yo Parvardigor, bilaman, qabr azobini bergani kelgansan. Menga zimmandagi musulmonlik farzimni ado etishga yo'l ber, deya oldi qoraka.
Marhumni qabrga qo'yib ortiga bir qaragan qoraka ilonlar Asqar otani tomog'idan tovonigacha o'ralib bo'g'ib olishganini ko'rdi. Erta tongga qabristonga chiqqan o'g'illar, qarindoshlar Asqar otani qabri qop qorayib yonib ketganini ko'rishdi. Odamzod, odamzod, nima olib ketding o'zing bilan? Tillanimi, pulnimi? Qancha odamlarni diliga ozor yetkazding-a? Pul deb yotgan yering shumi? Qilgan gunohlaring tufayli hatto qaro yer ham seni bag'riga olgisi kelmadi.